Sizdagi shamollash cho'zilyaptimi? Hattoki haftalar, oylar yo'talib, burningiz bitib yuribdimi? Sizda balkim allergiya plus shamollash bo'lishi mumkin. Bittagina qon topshirib, qonda virusli infeksiya bo'ladigan bo'lsa, virusga qarshi, agar bakterial infeksiya bo'ladigan bo'lsa, bakteriyaga qarshi dorilarni qabul qilsangiz, siz shamollashdan qutulasiz. Agar allergiya bilan birga qo'shilib kelayotgan bo'lsa, plus allergiyani ham birgalikda davolash kerak. O'z boshimchalik bilan antibiotiklar qabul qilsangiz, siz immun tizimini yanada tushirib olishingiz mumkin. Shuning uchun mutaxassis maslahati bilan davo muolajalarini olib borish kerak. Agar siz yuqoridagi kasalliklarga chalinmay desangiz, kuniga 2,5 litr iliq suv iching va minerallarga, vitaminlarga boy sabzavotli ovqatlarni o'z vaqtida iste'mol qiling va toza havoda sayr qilib, kuniga 6-8 soat davomida uxlang.